Assalomu alaykum hammaga. 3 kilovatli inverterli generator obzorimizda bugun. Juda ham zo'r narsa, juda ham kompaktli narsa. Hop. Qo'lga shunda ko'tarib ham ketursanglar bo'ladi. Moshinalarga solib qo'yib, tog'larga chiqqanda, dachalarga chiqqanda foydalansanglar bo'ladi. Hop, 3 kilovatli. Toza 2.7, 2.5 kilovat tok beradi. Kompaktli narsa juda ham zo'r. Toza 50 Hz sinus beradi. Tok o'ynatmaydi. Любой kaprizli kotelga ham ish beradi. Oldimda zavod qilishni sizlarga ko'rsatib beraman. Pastga patsoska tushiriladi. Bunday qilib tortadigani yengil. Generator ishladi. Toza 50 Hz beryapti. Tok o'ynatmayapti. Любой kaprizli kotelga ham ishlatadi. Hop. Buni zavod qilayotganda biz moylarni qo'yib beramiz, benzinlarni qo'yib beramiz, tekshirib qo'yib beramiz. Videoni atang uzmayman. Moyni almashtirayotganda mana shu 1, 2, 3. 3 ta bolt yechilinadi. Mana shu qizil qopqoq yechib olinadi. Bu yerda moy qo'yadigan joy bor. Mana shu. Mana mashina tagiga baklashga qo'yib turib, ag'darib 350 gram moy to'kib olinadi. Qaytib yana 350 gram moy quyiladi. 10 ga 40 yaxshi moy quyishni tavsiya qilamiz. Shu bilan generatorlar maza qilib ishlaydi. Generator o'zini komplektidan mana bunaqa 3 tali vilka chiqadi. Bunaqa kabel qilib ulab olganmiz. Bu yoq uchiga vilka qo'yib olganmiz oddiy. Mana tashqarida shu do'konimizdan chiqqan udonatel kabel. Buni bu yoqqa tiqib qo'yamiz. Bismillah. Bu yoqqa tiqildi. Bu yoqqa tiqamiz endi. Video bo'ldi, rozi bo'lasizlar. Buni bu yoqqa tiqdik. Endi videoga zavod qilamiz, do'konga svet kelish uchun. Hop, ko'rsatib o'taman, do'konda svet yo'q. Qo'shnilar do'konda svet bor. Bizning do'konda svet yo'q. Hozir zavod qilaman. Biz videoni o'zmayman mana. Hop. Pastga qo'ydik, patsoska. Bismillah. O'rtasiga boramiz. Do'konda svet keldi. Ya'ni oson usuli, butun uyingizdagi narsalar ishlatish uchun ham просто любой rozetga tiqib olsanglar, tok keladi. Shuncha. Generator tok berib turibdi. Bozorimizda tok bo'lmasa ham hech kimda dvijokchamizni zavod qilib, maza qilib, konditsionerlarni yoqib qo'yib, isinib o'tirsak bo'ladi. 12 talik konditsionerga bemalol kuchi yetadi buni. Mana avtomatlarimiz o'chiq turibdi. Foydalaninglar. Kichik vatda yaxshi generatorlar olinglar. Eng kichkinasi. Buni kattaroqlari ham bor. 4.5, 6.5 gazda ishlaydigan. 8-9 kilovatli benzinli, 6.5 kilovatli, 10 kilovatli solarkalar bor. Juda variantlarimiz ko'p. Toza sinus chiqadigan UPS'larimiz ham bor. Hop, mana do'konda svet bor, ko'rib turibsizlar. O'chirdim. To'g'ri ham ketdi.